Marhana. Judayam qo'rqib ketyapman. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha? Qoyil. Nimani o'qiyapsiz, ustoz Muso? Bu Ixlos surasi edi. Ixlos surasi? Qani Umar, qani Hanna? Ixlos surasin o'qing. O'qsangiz 3 bor agar butun Qur'onga teng kelar. Qoyil. Bu sura juda kichkina, lekin uni o'qisangiz ulkan savoblar olasiz. Men ham ulkan savoblar olmoqchiman. Men ham. Ustoz Muso, maylimi men birinchi o'qisam? Mayli, Umar. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalloh! Juda yaxshi o'qiding, Umar. Barakallah. Alhamdulillah. Endi seni navbating, Hanna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya Allah! Mayli, ertaga davom etamiz. Ya? La 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 la. Iya. Hanna, nega bugun Qur'on darslariga bormading? Endi borishni xohlamayman. Qanday o'qishni bilmayapman. Ha? Shuning uchun ustozdan o'rganib olishing kerak, qizim. Alloh harakat qilgan odamni yaxshi ko'radi. O'zing ham savob olasan. Ulkan savoblar olgim kelyapti, lekin dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umarni uyga kuzatib qo'yganingiz uchun rahmat, ustoz. Arzimaydi. Hannani ko'rsam bo'ladimi? Ha, albatta. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum, Hanna. Va alaykum assalom. Endi men bilan Qur'on o'qishni xohlamaysizmi, qizim? Xohlayman, ustoz, lekin kecha Ya Allah! Mayli, ertaga davom etamiz. Iltimos, endi menga jahl qilmang, ustoz. Judayam qo'rqib ketyapman. Oho! Hech ham sizga jahl qilmagandim. Kecha shoshilinch ishim chiqib qolgandi, xolos. Ha. Kecha sizni qo'rqitib yuborganimdan afsusdaman. Ertaga darsga keling, xo'pmi? Xo'p. Lekin ustoz, Ha? qanday qilib Qur'on o'qib savob olaman? Axir yaxshi o'qiy olmayapman, ustoz. Bunisidan xotirjam bo'ling. Mabodo yaxshi o'qiy olmagan taqdiringizda ham baribir savob olasiz. Hatto 2 ta savob.
Birinchisi harakat qilganingiz uchun, ikkinchisi o'qiganingiz uchun. Voy, Alloh bilan yaxshi. Men har doim Qur'on o'qishni xohlayman. Keyin ulkan savoblar olamiz. Birgalikda harakat qilib, jannatlarga yo'l ochamiz. Harakatdan to'xtamay bir zum, ajr va savoblarga ega bo'lamiz. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.